Pokiston bosh vaziri Hindiston hujumni urush harakati deb atadi. Kecha kechqurun Hindiston Pokistonga hujum qildi va Pokistonning bosh vaziri Hindiston hujumni urushga harakat deb atadi. Shahboz Sharifning aytishicha, Islomobod makkor dushmanning qo'rqoq hujumlariga javob beradi. Pokiston bosh vaziri Xavfsizlik kengashi yig'ilishini chaqirdi. Hujumlar oqibatida 10 kishidan ko'proq odam vafot etgani aytilmoqda. Hindiston Pokistonga kechqurun ballistik raketalar bilan zarba berdi va 5 ta samolyotini ushlab qolgani aytilmoqda. Pokiston Hindistonning 5 ta samolyotini yo'q qilgani aytilmoqda. Pokiston bosh vaziri bu urushning boshlanishi deb atadi. Hindiston zarbasini qo'rqoqlik deb atadi va bizning zarbalarimiz balandroq va qattiqroq va shiddatliroq bo'ladi deya xabar bermoqda. Do'stlar, har ikki davlat ham o'zining yadro quroliga ega. Bu urushlarning kelib chiqishi Kashmirdagi teraktdan keyin sodir bo'ldi. Kashmirdagi teraktda 16 kishi vafot etdi. Hindiston bu ayblovlarni Pokistonga ag'darsa, Pokiston bu ayblovlarni rad etmoqda.